quruvchini nomidan birlamchi ipoteka kreditga uy so'raganlar diqqatiga yoki subsidiyaga uy so'raganlar uchun biz yaxshi variantlarimizni topib qo'yganmiz. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsak, shundoqqina O'rikzor Residence жилой kompleksi O'rikzor bozorining yoni. 16 qavatli novostroyka binomiz 9-etaji, 3 xona, deyarli 70 kvadrat metr. Kirib yashashlik uchun tayyor xonadon. Uy avtoturargohi, bolalar o'ynash maydonchasi, gavjum hovlilari, barcha qulayliklari bor. O'rtoqlar, uy planovkasi bilan tanishtiradigan bo'lsak, ko'rasizlar bu родительский спальня, ko'rasizlar, qandillar, gilamlar to'shab qo'yilgan, o'zini plus umumiy sanujeldan tashqari sanujeli bor. Yana tashqariga qaragan shunaqangi balkoni ham bor. Hovliga qaragan ko'rasizlar, avtoparkovkalar ko'rinib turibdi shundoqqina. Xo'p. Bu tomondan uyga kirish qismimiz, prixoshkamiz ko'rasizlar. O'ng qo'lda umumiy sanujel keladi. Koridor bo'ylab zal, yonginasida esa kuxnyasi, oshxona. Oshxonani ko'ryapsizlar, kuxnya mebellari qildirib qo'yilgan. O'tdan shundoqqina yana bitta yotoqxonaga o'tsa bo'ladi. Детский spalni, hamma uyga radiatorlari qo'yilgan, barcha ehtiyoji uchun kerakli narsalar qildirib qo'yilgan. Mebellari o'zingizlarning ixtiyoringizga ko'ra qo'ysa bo'ladi. O'rtoqlar, narxi naqdga 77.200 savdolashadigan joyi bor. Subsidiya ipotekaga quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib batafsil ma'lumot topsanglar bo'ladi.